Sağlık. Babacığımız. Xeyr boryapsiz, baba? Banka boraman. Avtobusda yerdan yurmoqchiman. Baba, keling. Pulim yo'q. Mayli o'zim beraman, baba. Pulim yo'q. Odamingiz yo'qmi? Shu baba bankka cho'p ketingda, banknotga. Alo, savob uchun yo bo'lmasa o'zim beraman. Necha pul bo'ladi? Ayting, baba. Savobisiz mayli, savobisiz. Rahmat. Yoshi katta odamlarga bir to'xtab mindirib ketsangiz savobi tegadi-da. Oqyo'l. Mayli aka, rahmat sizga ham. Joylarda mana shunday otaxonlarimiz turadi. Shunday otaxonlarimiz yoki onaxonlarimiz yoki bo'lmasa bir nogiron shaxslarga bir yordam ko'rsatib ketsa, qancha savob tagiga qoladi. Ham nima deydi? Shu yosh keksa yo bir nogiron shaxs yo bo'lmasa bir yosh katta onaxonlarimizni duosini oladi.